Yaqinqi yillardan buyon chet el şirketleri ve tadqiqotchilarining Xitoy bilan hamkorlashib Uyg'urlar va Uyg'ur elidagi boshqa yerlik millatlar ustidan klinikalik sinaq, to'qilma hujayrasi va DNA tadqiqoti olib berishi bu xil hamkorlik turlarining ilmiy axloq o'lchamlariga bo'lgan andishini texmi kuchaytmoqda. Yaqinda Amerikaning bir qancha palata a'zosi ba'zi Amerika dori shirkatlarining Xitoy bilan hamkorlashib Uyg'ur elida olib borgan klinikalik sinoqlarni tekshirishni talab qilishidan keyin Avstraliya tadqiqotchilarining Xitoy bilan hamkorlashib Uyg'ur va Uyg'ur elidagi boshqa yerlik millatlarning to'qilma hujayrasi va DNAsi ustidan tadqiqot olib borganligi. 10 yildan beri davomlashib kelayotgan bu tadqiqot turlarining Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblangandan keyin davomlashqanligi ma'lum bo'lgan. Sydney atigalik Avangard gazetining 2 sentabr xabar qilishicha, navbat Avstraliya tadqiqotchilarining bu tadqiqot turlarida Xitoy ta'minlagan DNA avrishkisi va qon ulgilarining shaxslarning roziligi bilan ilinganlik savol paydo qilmoqda ekan. Amerikadagi Massachusetts Texnologiya instituti g'o'l hujayra tajribaxonasining direktori doktor Maysam Mutalipova Xitoy zo'r hajmli DNA sonliq amri qurib chiqqan Uyg'ur elida hech qanday bir Uyg'urning DNA avrishkisi yoki qon ulgisi berishni rad qilish erkinligi yo'qligini ta'kidlaydi. Uning ko'rsatishicha Uyg'ur elida har qanday bir rozilik majburiy bo'lib, ijozat jadvali deganning hech qanday ahamiyati yo'q ekan. Bular qarang, shu konsentlarni qo'l qo'yib berdi bizning Uyg'urlarcha. Jazolardan demsiz, turmada demsiz, turmada emas demsiz. Bizning Uyg'urlar hamsi konsent formlarga may qo'yib payol desa, il deb qo'yib berdi-chi. Of course it's forced. It's a forced consent. That many millions of Turkic people live even free. They live in Xinjiang. They live under this kind of guidance. So then consent forms have no meaning. Maysam Mutalipova 3 sentabr bu vaqtki ziyoratimizni qabul qilgan yana navbatdagi siyosiy muhitda Uyg'ur eli Xitoy bilan chet elning klinikalik sinoq, to'qilma hujayrasi va DNA tadqiqot hamkorlik turlarini olib berishining tayyor sinoq bazasi bo'lib qolmoqda. Hozir asaq bo'lyotdi. Ular jazolarga turmadikilarlar emas. Butun millat jazolarga kirmagan millatlarni ularni testing qilib, ularni asaq qildi-chi. Doktorxonalar akrib mandaq dorini berib, andaq dorini berib, yana bir haftadan keyin yana kelsa deb, yana qonni epla, uni test qildi, endi dor qanaq shildi debchi. Asaq qilayotganlar nurg'un. Nima test qilayotganini bilmaysiz. Vaksin, Covid vaksinmi? Ya kanser vaksinmi, yana boshqa bir dorilarmi? Uni hech kim bilmaydi, hech kim bular hech qachon aytmaydi. Meni qo'l qo'yib olsam, qo'l qo'yib berdi. Shu consent formlarni bular yig'ib oldi. Halbuki xalqaro gen tadqiqot sohasidagi dangliq ilmiy xotira jurnali Xitoy va Avstraliya tadqiqotchilarining 2008-yili bu jurnalda e'lon qilingan Uyg'ur elidagi yerlik millatlarning DNA adliya sonliq ombirga qurilishiga munosabatlik bir tadqiqot dokladini bu yil 7-oyda DNA avrishkisi yig'ishga soqchi aralashganlik bo'lishi mumkinligi sababli kelib tashlagan. Bu tadqiqot turining Uyg'urlarning o'z ichiga ommaganligi qayd qilinsimi, ammo bu turda Xitoy tadqiqotchilarining Uyg'ur elidagi 1842 nafar yerlik millat kishilarining qon avrishkisini to'plaganligi, jinoyat maydonidagi DNA avrishkisining kimligini tepish, adliya sonliq ombiri qurilishiga munosabatli bu tadqiqot turini Xitoy tadqiqot o'rinlarining tasdiqlaganligi va pul bilan ta'minlaganligi ilgari surilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Şinjan'daki 4 ahalla topining 15 xil autosomal STR alohidaligi va qo'shni toplar bilan bo'lgan genetiklik munosabati nomli bu tadqiqot turini Xitoy meditsina universitetining adliya genetik fanlari fakultetidagi tadqiqotchilar bilan Avstraliyadagi Canberra universitetining bir tadqiqotchisi hamkorlashib yurgizgan. Halbuki bu tadqiqot turiga qatnashgan Canberra universitetining dangliq adliya genetikasi ilmiy professori Dennis McNevin 3-sentabr muxbirimizga bergan bu vaqtdagi yozma bayonotida o'zining Xinjiangdagi tadqiqot turiga faqat bir qitimli qatnashganligi, lekin tadqiqot turiga qatnashuvchilar ichida Uyg'urlarning yo'qligini ilgari surgan. Dennis McNevin o'zlarining Xinjiangda DNA kimligini aniqlash sonliq omri qurmaganligi, ularning tadqiqot turi genetiklik xos alohidliklarni qonuniy dalil o'rnida ishlatishga munosabatli ekanligini bildirmoqda. Dennis McNevin mundaq deydi.
Bu tədqiqat türü kimlik aniqsiz gen sonliq ma'lumotidan xulosa statistikasi ta'minlash uchun loyihalangan. Bu Şinjanda xos gen alayliklarni qonuniy dalil qilib ishlatishni ishonchli qilish uchundir. Biz DNA kimligini aniqlash sonliq bir qurmadik. Kimlik aniqsiz gen sonliq ma'lumotini konkret DNA kimligini aniqlashda ishlatkili bo'lmaydi. Professor Denis Meknevinning aytishicha, qon avrishkilarini Shinyang shahridagi Xitoy meditsina universitetining bu tadqiqot turidagi o'quvchilari yig'gan ekan. O o'zining qon avrishkisi yig'ishga qatnashmaganligi, shundaqla o'ziga qon avrishkilarining erkin ijozat bilan ilinganligi bildirilganligi, Uyg'ur elida gen sonliq ma'lumotining qalaymaqon ishlatilganligiga doir xabarlarni keyinroq bilganligini qayd qilmoqda. Denis Meknevin mundaq deydi: Men Şinjanda gen sonliq ma'lumotlarning xato ishlatilganligiga doir xabarlarni tadqiqot turi e'lon qilingandan keyin bildim. Ammo menda buning tadqiqot turimizda ko'rilganligiga oid dalil yo'q. Shundaqla menda ijozatning o'z ixtiyorligi bilan berilmaganligiga oid dalilmi yo'q. Halbuki Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqot direktori doktor Henry Shijevski Uyg'ur elining hozirgi mavjud vaziyatini chiqish qilganda Uyg'urlarning ijozati elinganligini dalillash mumkinchiligi yo'qligini ta'kidlaydi. Henry Shijevski 3-sentabr bu vaqtdagi ziyoratimizni qabul qilganda mundaq dedi: We've received reports that have said that the collection of DNA from Uyghurs. Biz burun Uyg'urlarning DNA uchurlarining majburiy yoki g'ayri rasmiy ravishda to'planganligiga doir xabarlarni olgan edik. Yana bir jihatdan sizlarning radiomu Uyg'urlarning salomatlik tekshirishiga chaqiritilib, DNA avrishkilarining ijozatsiz majburiy ilinganligini xabar qilgan. Meningcha mana bu masalaning chiqish nuqtasi. Bu nuqtani chiqish qilganda buning aksi isbotlanmaguncha ijozat ilindi degan gaplar faqat ishonchli emas. Uning ustiga ijozatning nimadan derak beradiganligini bog'lab chiqishda biz zarur bo'lgan uchurlarga ega emasmiz. Henry Shijevskining qayd qilishicha, har qanday bir tadqiqotchi Uyg'ur elidek BDT chig'ida insoniyatga qarshi jinoyat sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin degan bir rayonda DNA tadqiqoti ilib boramdim degan savolni so'rash kerak. If you're a scientist or if you're a researcher and you're thinking about collaborating, Henry Shijevski undaq deydi: Agar siz bir olim, tadqiqotchi bo'lsangiz va hamkorlik qilib berishni, bo'libmi meditsina ham DNA asosida hamkorlik qilib berishni o'ylashgan bo'lsangiz, siz chuqur o'zingizdan shu jiddiy savolni so'rab beqishingiz kerak. Siz tadqiqot ilib bormoqchi bo'lgan bu rayonning mavjud holatini chiqish qilganda DNA avrishkilarining ijozati ilinganligi siz so'raydigan savol emas. Balki siz so'raydigan savol bu rayondagi xalq insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilinayotgan vaziyatda men DNA tadqiqoti ilib boramdim degan savoldir. Men tadqiqotchilar uchun bu savolni so'rash bek mushkul emas deb qarayman. Biz 3-sentabr Avstraliyaning Xitoy bilan DNA hamkorlik tadqiqot turiga qatnashgan 2 universitetiga xat yozib, ularning bu masaladagi andishalarga bo'lgan inkosini so'ragan edik. Halbuki Avstraliyaning Sunshine Coast universiteti qisqa yozma inkos qaytirib, mazkur universitetning tadqiqotchisi bu tadqiqot turining ilmiy doklatiga faqat tahrirlik qilganligi, bu turni Shixanzi universitetining ilib olganligi va savolimiz bo'lsa, shularga so'rashimizni o'tingan. Ma'lum bo'lishicha, bu tadqiqot turi Uyg'urlardagi inson papilloma virusini tekshirib, uning diabet kasali bilan bo'lgan genetiklik bog'lanishini tadqiq qilgan ekan. O'xshash bir vaqt Xitoyning bu hamkorlik tadqiqot turiga qatnashgan Avstraliyaning Edith Cowan universiteti bu tadqiqot turining ilmiy axloq o'lchamlarini tekshirayotganligini bildirdi. Bu universitetning bayonotchisi Lisa Bradley 3-sentabr muxbirimizga qaytargan bu vaqtdagi yozma inkosida mundaq degan: Biz hozir siz aytgan bu tadqiqot turining tasdiqlashdagi ilmiy axloq o'lchamining tafsiliy detallarini tekshiryapmiz. Bunga qatnashgan tadqiqotchi hozir chet elda bizning tekshirishimiz davom qilmoqda. Biz siz o'tirib qo'ygan andishlarni atrofli hal qilamiz. Ham tekshirish oxirlashganda inkosimizni bildiramiz. Lekin Massachusetts Texnologiya institutidagi doktor Maysa Mutalipovaning qayd qilishicha, navbat xalqaro danglik jurnallarda e'lon qilingan Uyg'urlarning DNA tadqiqotiga munosabatlik 90 ilmiy maqola ilmiy axloqqa amal qilinmaganligini dalillashga ehtiyojli bo'lmoqda ekan. Nechi scientific maqolani retract qildi. Men qo'l qo'ygan Gollandiyada bir Evs Murray degan professor var. Shu retractionlarni aqlida meni xatlarni yozib,
informed consent'lan manköstönlar dep nurgun astakninlarni qandan keyin bular retraction qildi. O 90 neçe maqallar yana o'chirib borgan. Bo'lgan. Biroq uni informed consent'larning follow up qilmabdi. Halbuki Avstraliya Sidney Avantgard gazeti Avstraliya Melbourne Universitetining bir tadqiqotchisining 2014 ve 2016 yılı aralıqida Xitayning ichki o'lkalaridagi Xinjiang sinoplarida tekshirishda bag'anligi. Bu yataqliq maktablarni BDTning majburiy assimilyatsiya programmasi deb qayd qilganligi. Shuningdek Avstraliya tadqiqotchilarining yana Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bengtuanini ta'minlagan pul bilan hamkorlik turlarini olib olganligi. Bu tadqiqot turlarining bulut hisoblash, avtomatik avtomobil va kun taxti tadqiqot turlarining o'z ichiga olganligi bildirilmoqda. Halbuki Xitoyning yerim ishlab chiqarish yerim qurolliq tashkiloti bo'lgan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bengtuaniga Amerika hukumati tomonidan Uyg'urlarni bostirishdagi roli sababli embargo yurgizilgan edi.